Men keyin aytdim, shu birinchi oilasi bilan ajrashayotgan bir bolaga aytdim. Hozir ikkinchi marta uylanasiz. Birinchi ayolingiz ertaga sizga yaxshi, shu yaxshiroq edi degan holatingiz ham bo'lib qolishi mumkin. Sabr qiling dedim. Yo'q dedi. Ajrashdi, uylandi. Mana masjidda turib aytyapman. Bu to'qima obraz emas. Bu kelib qolganidan hozir aytib qo'yilayotgan gap emas. Shu voqelikda o'zimni atrofimdagi bo'layotgan voqeani aytyapman. O'sha bola aytayapti, ikkinchi ayoliga, ya'ni ikkinchi marta uylandi. Hozir farzandlari bor. Shu bola aytadi. Agarda deydi, hozir ish orqaga qaytadigan bo'lsa, birinchi turmushimdan ajrashmagan bo'lardim. Chunki o'sha birinchi 1 yil yashagan ayolim hozir mana 10 yil bo'ldi bu bilan ikkinchi turmushimdan yashayotganimga, bu ikkinchi ayolimdan, ikkinchi turmushimdagi ayolimdan bunisi o'lsa o'ligi ortiq edi deyapti. O'lsa o'ligi ortiq edi. Shu sabr qilmaganligim uchun mana hozir tishimga qo'yib sabr qilaman endi bu yog'iga. Birinchida sabr qilmadim, endi bunisiga sabr qilyapman deyapti.